Siz burunqi ayollarning tarixiga qiziqib, ularning hayotidan tasalli topsiz. Siz uningdan o'zingiz yashayotgan hayotga qaytib kelib, qalbingizni bog'laydigan narsalarni izlaysiz. Mana siz bugun kun bo'yi Rabbi bilan bo'lgan bir tavhid qahramoni bilan tonish oldi turyapsiz. U iymoni, sabrchanligi va irodasi cho'g'langan holda Rabbi bilan birga bo'lgan Fir'avnning uyida yashaydigan bir ayol. U insonlar ichidagi eng qattiq qo'l bir bilan yashaydiganligi uchun o'zining Rabbini, iymonini, ibodatini yoshirin tutishga majbur edi. Uning yo'ldoshi burundan tortib zolim, rahimsiz bir katta bosh edi. U kishilarga va atrofidagilarga men hammanglardan ustun, men sizlarning Rabbinglar deydi va buni qabul qildirish uchun begunoh kishilarni o'ldiradi. Uning uyi zolimlarning uylaridan biri bo'lib qolgan edi. U erlarni o'ldirib, ayollarni dafsanda qilib, balalarni qo'l qiladi. Shundaq turibmi, uning uyida iymon etgan kishilar bor edi. Bularning biri Fir'avnning ayoli Asiya binti Muzhim edi. U Musa alayhisalomning onasining o'rnida edi. U Allohning o'rinlashtirishi bilan Musa alayhisalomning o'ldirilishini to'sib qolgan ayol edi. Fir'avn bir tush ko'rgandan keyin taxt va mansibidan ayrilib qolish qo'rqinchisida Misrda tug'ilgan o'g'il bovoqlarning hammani o'ldirib etdi. U tushida o'tning o'zga va qasrga tutishib kuyayotganligini ko'rdi. Uning tushiga ta'bir berganlarning tunjisi Bani Isroilning ichida bir bovoq dunyoga kelib, taxtdan ag'dirib tashlashining u bovoq orqali bo'lganligini aytdi. Asiyaning qalbi iymonning nuri bilan nurlanishga boshladi. U iymonini yoshirin tutdi. Chunki u Fir'avnni eng yaqindan taniydigan kishi edi. U Fir'avnning zolim, aldamchi, adolatsiz bir ekanligini obdan biladi. Uning ilohligini qabul qilish mumkin emas edi. Chunki u bir inson, charchaydi, uxlaydi, kasal bo'lib qoladi. Hazrati Asiya o'zining fitratidan bir yaratquchining borligiga shaksiz ishonadi. Uning shirik qo'shmasdan ibodat qilishga loyiq bir zot ekanligini biladi. Allohdan boshqa hech kim ibodat qilinishga loyiq emas edi. Asiya Musa va Harunning so'zlarini, Fir'avnga qarshi munozirlarni anglaganda, Musaning mo'jizalariga guvoh bo'lganda, qalbida haqiqiy yaratquchining Musa va Harunning Rabbi ekanligiga ishondi. Beshida bu ish qiyin kelgan bo'lsa-mu, iymon qalbida mustahkam o'rn olgandan keyin Fir'avnga qarshi chiqdi. Asiya Fir'avnga: "Ey Fir'avn, men sendan voz kechdim", dedi. Buni anglagan Fir'avn: "Sen nima deyapsan?" deb so'radi. Asiya: "Men sendan voz kechdim. Men Musa va Harunning Rabbiga ishonaman. Men seningdek zolimga ishonmayman", dedi. Bu so'zlar Fir'avnga aytilgan eng og'ir so'zlar edi. Chunki u o'zining ayolidan tavhidning haqiqatini anglagan edi. Asiya bu so'zlarni Fir'avnning yuziga dedi. Uningga hech parvo qilmadi. Fir'avnning Asiyaga yetkazmagan aziyati qolmadi. Ammo Asiya bu zulmga bo'yin egmadi. Fir'avn askarlarga: "Asiyani cho'lga borib tashlab etinglar", dedi. Askarlar uning put-qo'lini bog'lab, Misrning cho'liga olib, yemak-ichmaksiz yerga tashlab qo'ydi. Fir'avn uning yoniga kelib: "Men bilan ketishni xohlamsan?" deganida Asiya "Yo'q" deb javob berdi. Fir'avn texmi g'azablanib, aziyatini texmi kuchaytirdi. Uni cho'ldagi quyosh nuri eng kuchli tushadigan yerda bir kun qo'yib qo'ydi. Ikkinchi kuni Fir'avn yana kelib: "Fikring o'zgardimi? Diningdan voz kechib, men bilan uyingga qaytib ketamsan?" deb so'radi. Asiya: "Alloh bilan qasamki, mening iymonim va sabrim texmi kuchaydi", dedi. Uchinchi kuni Asiyaga yana yemak-ichmak berilmadi. Quyosh nuri eng kuchli tushadigan yerda turg'izildi. Uning bu chin iymoni mu'minlarga ta qiyomat kunigacha go'zal bir o'rnak bo'ldi. Alloh taolo bizga Alloh iymon etganlarga Fir'avnning ayolini misol qilib ko'rsatdi. O'z vaqtida u: "Ey Parvardigorim, dargohingda menga jannatda bir uy bino qilgan. Meni Fir'avndan va uning yomon amalidan qutuldirgan. Meni zolim qavmdan qutuldirgan", dedi. Tahrim surasi 11-oyat. Fir'avn askarlarga cho'ng bir toshni elib, Asiyaning beshiga, hatto beshining cho'qqisiga qaratib tashlashga buyurdi.
Ular taşni Asiyaning beshiga qaratib tashladi. Alloh uningga jannatdan bir uyni tayyor qilgan edi. Mana bu tarixdagi eng tunilgan yolg'onchi kofirga qarshi turgan ayolning hikoyasi edi. Alloh hukmni ijro qilishni iroda qildi. Fir'avn yillar mobaynida minglarcha buvoqni o'ldirdi. U shunday qilish orqali o'zining taxtini yiqitmoqchi bo'lgan bolaning kelishini to'sib qolmoqchi bo'lgan. Ammo u maqsad qilgan bu vaqt tug'ilganda uni o'zining uyida beqib o'stirgan. Allohning taqdirini hech qanday narsa o'zgartirmaydi. Dunyodagi butun qo'shinlar birlashgan taqdirdimi ular Allohning taqdirini o'zgartirmaydi. Shuni bilishingiz kerakki, dunyoda hech qanday fursat zoyi bo'lib ketmaydi. Siz erishamagan har qanday narsa siz uchun yaratilmagan. Siz erishadigan narsani hech qanday kuch sizdan to'sib qololmaydi. Siz buni qachon qalbingizda qabul qila olsangiz, u vaqt rohat yashay olasiz. Siz yotliq bo'lishni xohlagan yigit boshqa birining yenda bo'lsa, Alloh uning taqdirini azaldan boshqalarga yozgan. Siz ayrilib qolgan vazifa aslo sizga berilmagan. Sizga yuqib qolgan kasalning oldini olish unum bermagan. Siz yaxshi ko'radigan kishilar, bolangiz, yo'ldoshingiz, ota-ona, qarindoshlaringizning vafot bo'lishi sizning xohishingiz bo'yicha bo'lmagan. Sizga o'lim yetib kelganda umringizni qanday uzarta oladingiz? Ey hamshiram, xotirjam bo'ling. Hamma ish Allohning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi. Agar siz rizqingizdan qassangiz, u sizni qo'g'lab kelib, sizni topadi. Sizning nasibingiz adashmay sizga yetib keladi. Shuning uchun siz Allohga taslim bo'ling. Chunki Allohning taqdiriga rozi bo'lish iymonning eng yuqori martabasi. Ey hamshiram, sizning diningiz xuddi go'shingiz bilan so'ngikingizga o'xshaydi. Shuning uchun ularni ching tuting. Jannat uchun to'lagan har qanday badal arzondir. Misrning tunji ayol xonishi, podshohning ayoli, uning xoliganlari bir barmoqini ko'tarib ishorat qilsalar bo'ladi. Buyruq qilsa shu hamon ijro qilinadi. Lekin u dunyoga qalbi bilan qaradi va dunyoning vaqtlik bir to'ralg'u joy ekanligini bildi. Shuning uchun u yaxshiroq va oxirlashmaydigan mangulik hayotni setib oldi. Ey qadrli qizim, diningizni dunyoga tan qilib setib etmang. Harom narsa sizni Allohdan yiroqlashtiradi. Sizni Allohdan yiroqlashtiradigan har qanday narsani iste'mol qilmang. Sizning qilgan yaxshi amallaringizni yo'qqa chiqaradigan so'rinlarda o'tirmang. Allohga itoat qilishdan tap tortadigan har qanday do'stlikdan yiroq turing. Chunki inson yolg'iz o'ladi, yolg'iz dafn qilindi. Hisobini yolg'iz beradi, yolg'iz tirildiriladi. İnsanlar bilan vaqtlik yaqin bo'lishning badaliga Allohga mangulik yaqin bo'lishdan mahrum qolmang. Ey hamshiram, Allohga xiyonat qilgan kishilardan insonlarga vafo kelishini kutmang. Fir'avn ayolni o'ldirganda o'zining mehr muhabbat, sadoqatiga xiyonat qildi. U Allohga xiyonat qilish orqali ihsonni inkor qilgan. Ey hamshiram, qalbingizdagi kishilarning qimmatini ularning qalbidagi Allohning qimmati bilan baholang. Biror yigit sizga to'y qilish taklif qo'ysa, siz uning onasi qilgan muomalasi va ojiz-singillar bo'lgan munosabatiga qarang. Chunki uni qo'rsiqida ko'tarib, quchqida beqib, ming bir jafodi cho'ng qilgan insonga aziyat bergan biridan sizga yaxshilik kelmaydi. Siz u yigitga qanchalik yaxshilik qilishingizdan qat'iy nazar, uningga onasidek yaxshilik qila olmaysiz. Marhum cho'ng onam ming bir qiz so'zlab bergan edi. Men o qissani hargiz unutib qolmayman. Bir ayol tonimaydigan bir erga yotliq bo'ldi. To'yning atisi bozorga go'sht setib olg'il berib, 2 xil go'sht elib qaytgan va ayoliga: "Bu sifatli go'sht, buni biz yeymiz. Bu bo'lsa sifatsiz go'sht, onam kelganda beramiz" degan. Ayol darhol dadasini chaqirtib, yo'ldoshining taloq qilishini talab qilgan. Uning sababini so'raganda, onasi qilgan muomalasini aytib, "Men bundaq erdan balliq bo'lishni xohlamayman. Uning endi o'zimni xotirjam his qilolmayman" deb javob bergan. Ey hamshiram, yo'ldoshingiz qanchalik gunohkor bo'lishidan qat'iy nazar Fir'avnga yetmaydi. Chunki eng chong gunoh o'zini iloh deb jakarlash.
siz yo'ldoshingizni deb diningizdan voz kechmang. Salih er sizning to'g'ri yo'lda turishingizga yordam qiladi. Pasiq er sizning ibodatlaringizni qilishga qiyinchilik tug'diradi. Ammo mukofot qiyinchilikqa qarab berildi. Uningga tegishli bo'lganini bering va haqqingizni Allohdan so'rang. Ammo uning pasiqligi sababli ibodatlaringizdan voz kechmang. Bu aqlga sig'adigan bir ish emas. Chunki siz hisobingizni o'zingiz berasiz. Yo'ldishingizmi o'zining hisobini beradi. Siz qabrga yolg'iz kirasiz. Alloh bizni ba'zida osiy erlar bilan va ota-onasiga qarshi chiqadigan bolalar orqali sinaydi. Ammo bularning hammasi o'tkinchi imtihondir xolos. Alloh sizning bu imtihonlar qarshisidagi ish-harakatingizga nazar soladi. Shuning uchun siz mag'lub bo'lmang. Jannat va yoki do'zax hech kim uchun xatarga arzimaydi. Yaxshi o'ylaning. Hech kimning tavakkul qilishiga arzimaydi.